Nasibsa mana boqishyapti mana. Shu yerda ham boqib turib asal olishadi. Toqqa olib borishmagan bo'lsa ham, boqqa olib borishmagan bo'lsa ham asal olsa bo'ladi mana. Boqishyapti-yu mana ko'rayotganinglardek ochiq joyda. Biz qo'yayotgan joyimiz ulardan qaraganda, bu yoqqa qaraganda yaxshiroq joy, xudo xolasa. Asal yaxshi olamiz, xudo xolasa. Og'ayni mana. Ko'ryapsanmi? Mana bu yoqda mana yashila, ochiq joyda. Ana aloqada ham mana yashila. Ari boqishyapti. Ochiq joy. Qanaqa dala emas, qanaqa bog' emas yonida. Meva daraxtlari yo'q, ko'rayotganinglardek ochiq joy. Mana boqsa bo'lar ekan mana. Boqishyapti. Mana. Hamma yashilada ari bor ko'rayotganinglardek. To'g'ri, asal kam olsa ham rizqiga yarasha Allohim beraveradi. Arini qo'yib qo'ysa, ari o'zi tabiatdan asal yig'ib kelaveradi. Allodir og'ayni mana shunaqa sharoitda boqishyapti og'ayni. Shu joyda boqishyapti, Baytqo'rg'onda.